Meni ismim Nodira, Xorazm viloyatidanman. Yoshim 32da. Uy bekasiman, hech qayerda ishlamayman. Uyda o'tiribman. 4 ta farzandim bor. Xo'jayinim, qaynota-qaynonam. Bo'ldi, zo'r. Xo'sh, aynan bu kurs bo'layotganligi haqida qayerdan eshitdingiz? O'zi bu sohaga 3-4 yil oldin qiziqqanman. Rossiyada ishlab yurgan paytimda xo'jayinim bilan o'shanda qiziqqanman. Lekin u payti hech qanaqa ma'lumotim bo'lmagan, faqat sell, buy, o'sha tepaga chiqish, pastga tushish o'shalarni bilardim. Keyinchalik o'zimizga kelgandan keyin xo'jayinim yana ketdilar, o'zim qoldim. O'sha payti internetdan onlayn ishlarni qidirib, onlayn ish nima qilishni qidirayotgan paytimda shu trading sohasi yana chiqib qoldi. Rossiyada qiziqqanman-ku, keyin yana kirib, nima qilib qiziqib kurslar sotib oldim. Telegram gruppalardan kurslar sotib oldim. Lekin kurslarda faqat video darsliklar tashab berar ekan, o'sha darslarni ko'rib, o'shandan o'rganib, savolingiz bo'lsa berasiz deb nima qilib qo'yavergan. Bunaqa alohida dars o'tib, haftada 2-3 marta dars bo'lib, onlayn yoki offlayn dars bo'lib, nima o'rgatmagan. Keyin shunda ham ozgina o'rganib 1-2 marta pul kiritib, nima qilib, foyda qilib chiqarib olgandan keyin qiziqishim yana kuchaydi. Keyin chuqurroq o'rganish uchun yana YouTube'lardan, nimalardan qiziqib ko'rishni boshladim, video darsliklarni. O'sha payti ustozi videolar nimalar chiqib qoldi, darsliklar chiqib qoldi. Keyin Instagramda qidirishni boshladim. Instagramda ko'rib, marafon tashkillashtirdilar. Marafonlariga nima qildim, qatnashdim. Keyin o'sha MyBox nimalar bor-ku, boxlari. 3 oylik onlayn o'quv darslarini aytdilar. O'sha onlayn darslarni sotib olib, 3 oy o'qishni boshlayotgandim. Yana 7 kunlik marafon bo'lib qoldi orada. Unda ham qatnashdimda, keyin offlayn dars haqida ma'lumot berdilar. Onlayn marafonimizda 7 kunlikda nimalarni o'rgandingiz? Onlayn marafonda o'sha asosan Prop kompaniya haqida bo'lgan. Keyin darsliklar o'sha 3 oylik darslik sotib olganda haftada 2 kun dars bo'layotgandi. Onlayn dars bo'layotganda, kitobdagi, video darsliklardagi savol-javoblar berilib, o'qimayotganlar tekshirib, uyga vazifalar berilib, o'zimizga alohida support xizmati berilgan. Savol-javoblarimiz bo'lsa yoki biror narsani o'rganishimiz kerak bo'lsa, video darslik kerak bo'lsa, ularga murojaat qilib, savollarimizga javob olib o'qiyotgandik. Offlayn darslar haqida o'sha 7 kunlik marafonda Prop kompaniya haqida bo'ldi. Prop kompaniyadan qanday qilib investitsiya olish, 100 minglik, 200 minglik investitsiyalarni olib boshqarish haqida bo'ldi. Shundan qiziqib qoldimda, bu Prop kompaniyada qiziqqanim, unga depozit qilmaysiz o'zingiz yoningizdan. Men uy bekasiman, nimaman-ku, endi o'zimni qo'shimcha nimam bo'lmagandan keyin shunga qiziqdim. O'zimdan pul chiqarib kirgizishim shart emas ekan, investitsiya qilib nima qilganni nima qilar ekanman, ishlar ekanman deb. Keyin xo'jayinimga aytib qoldim, shunaqa ekan, o'qiyim kelyapti, chuqurroq o'rganmoqchiman shu nimani. Keyinchalik siz ham u yoqda yurmasdingiz, kelib siz ham o'rgansangiz, birga ishlasak, uyda nima qilib, bolalarni yonida bo'lib deb taklif qilganman. Xo'jayinim ko'p ikkilandi xo'jayinim. Qanaqa bo'lar ekan? Biz viloyatdamiz-ku, borib kelishing qanaqa bo'ladi? Qanday borib kelasan? Yana qo'limda hali oylik chaqalog'im ham bor-da. Endi 1 yoshga kirdi. Bolani nima qilasan dedilar, ikkilandilar rosa. Eplayman, bolani ham eplayman, uyda ham. Kerak bo'lsa endi 3 oylik kurs bo'lgandan keyin bu yerga kelib yashashim kerak. Nima qilishim kerak? Qatnab o'qiyman dedim. Juma kuni yo'lga chiqsam, shanba, yakshanba dars bo'lsa, o'qiyman, yakshanba kuni kechqurun yana qaytaman dedim. Xo'jayinim u yoqdalar. Bo'pti dedilar, harakat qilib ko'rdilar. Qo'lingdan kesadilar, bemalol dedilar. Qarshilik qilmayman dedilar. Xo'p dedim, boshladim. Ustozlar bilan gaplashib, nimalar bilan gaplashgandan keyin ustozim uspet qilmadim boshida. To'lib qoldim, 15 talik to'lib qoldi. 15 talik to'lib qolgandan keyin Toshkentga qarindoshimiz to'yiga kelib qoldik. 1-2 dars tugab bo'ldi.
Ha. Tugab bo'luvdi. 3-4 darsga 2 kun 3 kun qolgan payti Toshkentga kelganman qarindoshimiz to'yiga. O'sha payti srazi chiqdim. Men Toshkentdaman, borib gaplashsam bo'ladimi? Ustoz meni oling deb iltimos qildim. Keyin bo'pti keling, nima qilib ko'ringchi, bitta odam ketib qoldi, o'shani o'rniga sizni olamiz deyishdi. Kelganimdan keyin qabul qilishdi. Aytganimdek, xo'jayinga aytganimdek, juma kuni chiqib kelyapman. Yakshanba kuni o'qish tugatib, bolam olib ketyapman. Zo'r. Hozirda kurs jarayonlari qanaqa bo'lyapti? Ya'ni nimalar o'rganyapsiz? Oldin treyning haqida fikringiz qanaqa edi? Hozir qanaqa bo'ldi? Qanchalik propinyusiya oldingiz? Qisqa aytib bersangiz. Oldin aytdim-ku, sayyoz qilib o'rganganman. Hozir offlaynda baribir onlayn darsga qaraganda offlayn dars juda ham qiziqarli, chuqur o'rganilar ekan. Baribir onlaynda o'rganganga qaraganda yuzma-yuz o'tirib, qo'lingizda bajarib, shunday bo'lib chuqurroq o'rgatgani baribir farqi, foydasi bor ekanda. Hozir Prop kompaniyadan $10,000 Prop shot olib berdilar ustoz o'zlari. Olib berdilar. Endi o'shani sinov muddatidamiz. Endi nimada o'tish jarayonidamiz, imtihonlarda o'tish jarayonidamiz. Hozir ishlayapmiz shunda. Hali daromadga chiqmadingiz endi xudo xolasa. Daromadga oldingi hafta $100 kiritib ishlaganman real shotda. O'sha $100 ni $1,400 qildim. Yo'q. Ha, $1,400 qildim 2 kunning ichida. Zo'r. 2 kun ishladim, $1,400 qilib, $1,000 da chiqarib oldim. Real. Xo'jayinim ham Rossiyadan kelganlar-da, shunday ko'rsatdim, xo'jayinimga ishonmayaptilar. $1,000 da chiqarib ko'rsatdim, xursandlar. Bo'ldi, o'qiysan, men ham o'qiyman sendan o'rganib. Sendan nima qilib deyaptilar. Endi hozir realda ishlamayapman, faqat propda ishlayapman. Propda nima qilib olay, keyin yana realga harakat qilaman deyapman. Zo'r, xudo xohlasa bundan ham katta natijalarni kutamiz sizdan. Kursimiz haqida birovlarga tavsiya berarmisiz, ya'ni yaqinlaringiz, tanishlaringiz? Albatta, tavsiya berardim. Men o'zimga ustoz topa olmaganimdan ustozni videolariga, hamma YouTube'dagi videolarini ko'rib, nima qilib, keyin harakat qilganman ustozni kurslariga yozilishga. Lekin tavsiya berardim, zo'r o'rgatadilar. Zo'r. Xudo xohlasa yana 2-3 ta haftada 2-3 ta savdo bilan kurs pulini ham 2-3 barobar chiqarib olsangiz. Ha, xudo xohlasa. O'sha kurs pulini chiqarib beraman sizga deb va'da berganman, xo'jayinimga ham.